Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar azizlar? Qishg'a mana yoza yeydigandek. Bugun mojito olmali o'zim boshqa bir ideya qilib kompot qilmoqchiman. Bu yerda 3 litr bankalarimizni yaxshilab tozalab yuvganimdan keyin menda bu yerda 2 xil olma, ozgina gilos, menda o'rigim ham 2 xil. Bundan va bundan va bu yerda limon ham obязательно kerak. Tapga qarab shakar. Hozir birinchi bo'lib bankalarimizni yaxshilab yuvib olganimizdan keyin partiya qilib olamiz. Kim qanaqa qiladi? Mana 3 litr bankalarni yaxshilab tozalab yuvib, shunaqa bug'da partiya qilib, xolasizlar pechkada qilsanglar ham bo'ladi. Mana vaqtim bemalol bo'lgancha hozir mashina qilaman. Mana endi masallarimizni solishni boshlaymiz. Menda 6 ta banka, o'sha bankangizlarga qarab turib solaverasizlar. Bilasizlar, shakar, Xorazm shakari bo'lsa, obязательно shakarni kamroq solasizlar. Sababi Xorazm shakari bunaqa bo'ladi. Chiroq, shirin, o'tkirroq bo'ladi. Hamma masalliqlarimizdan ozgina qilib vaqtda isbot qilib solamiz. Bu rang berish uchun. Albatta. Limonlarimizni ichidagi danalarni olib tashlaylar, u taxirdan chiqaradi. Agar Xorazm shakari bo'lsa, ikkita solsanglar ham yetadi. Agar Ukraina shakari bo'lsa, 1,5 ta solasizlar. Yana shirin va achchiq kamroq ichishlarga o'zingizga qarab. Mana hamma masalalarimiz soldim. Endi suv qaynasa, ustiga qo'yamiz. Shu bilan zakrivalka yopib tashlaymiz. Oson. Turmushga chiqmagan qizlarimiz ham oson tayyorlab qilib olishadi. Mana suvlarim biz zakrivalka qo'llarni shunaqa qaynatib olaman. Qattiq qaynab turaveradi, kasalada olib suv qo'yib, qo'yadigan bitta olaveraman. Bu yerda suv qaynayapti. Chaqillab turgan qaynagan suvni qo'yib, mana ozgina gazlarini chiqazib olamiz, chunki o'rikda gaz bo'ladi. Sar. Bu yog'ini domdoq qilib chiqazib olamiz. Mana ko'ryapsanmi? Mana shu o'rikning gazlari chiqib ketgandan keyin 5 minut yog'ida sekin o'sha kamayishni boshlaydi. Keyin yopishi zakrivalkada yopishni boshlayman. Mana zakrivalkam shunaqa. Buni yopib olaman. Mana kompotlarni shunaqa yopib oldim. Va shunaqa terib oldim. Endi buni issiqni adyolga o'rab, to o'zida sovimaguncha olmaymiz, tegmaymiz. O'zida sovib bo'lgandan keyin ag'darib olib qo'yaverasizlar. Shunda olma o'riklarimiz otmay, shirin bo'lib ichida pishib oladi. O'zini issig'i bilan. Bu videolar sizlarga yoqdi degan, manzur bo'ldi degan umiddaman. Menga like bosishni va obuna bo'lishni unutmanglar.